inson to qarzini qaytarmagunicha jannatga kirmaydi. O'tgan juma amr ma'ruf soatlarida aytdik. Alloh taolo roza tutmagan bo'lsangiz, Allohning o'zi fazli, banda bilan Alloh o'rtasida bo'lgan ish. Alloh behojat zot, Alloh rahimli dil zot. Kechirib yuborishligi mumkin. Namoz o'qimagansiz, gunoh qilgansiz, qanaqangidir gunohlar sodir qilgansiz, shariat ahkomlarini buzgansiz, Alloh kechirishligi mumkin. Lekin birodar, banda bilan banda orasidagi qarzlarni Alloh kechirmaydi, chunki Alloh qo'shilmaydi bunga. Banda keladi, "Ya Robbiy" deydi, "Mendan 100 ming qarzi bor edi." Bo'ldi, bugun 100 mingni to'lash qiyin emas bugun. Bir narsa qilib to'lasa bo'ladi. Yoki men qarzdorman birodar, bir qismini kech, bir qismiga harakat qilaman desangiz, yarmini kechib yuboradi, yo umuman hammasini kechib yuboradi. Lekin qiyomatda bo'lganda, "Ya Robbiy, mendan 100 ming qarz bor edi. Endi 100 mingta